yo'q, mayli gapni o'tsangiz, mana cholning yetilib qolmaganmiz. Bo'ladi, o'qilsa masala yo'q. Mana agentga uchrashasiz. Hujjatlarni tahlil qiladi. Yana kimda nima so'raydi? Hozir bizanki necha foizli bo'ladi? 23% bo'ladi. 23% xotin qizlarga, 25% erkaklarga. Xohlang 50 millionlik emas, 17 millionlik mizon bor. 4 yilga 6 oy imtiyoz bilan sug'urta kafilligi bilan bo'ladi. Hozir mol qilaman dedi-ki, men o'yi yo'q, qilishim kerak, kiyimini olish kerak, to'g'rimi? O'shani hisoblab olsa bo'ladimi? Faqat mol qo'yish kerak. Yo'q, masalan, mana o'zini nima qilib band qildirgansizlar o'zlaringiz? Mol qilaman dedi. Xo'p, chorvachilikka band qildirdinglarmi o'zingizni? Bo'ldi, o'sha chorva olinadi, opajon. Bitta masalan, men tekshirgan kelamanmi? Qarang, o'yi yo'q, uni olganim bilan o'yini qurishim kerak, o'shandan olib qilsa bo'lmaydi. Bir qismini bilan ishlating, lekin bir qismini bolam ertaga Markaziy bankdan tekshirgan ekan bir onam qiladi, qarang, o'sha o'yini ham, yemini ham olishdan bemalol. Faqat mol qilib qo'yish kerak ekanmi deyapman, o'shani aytarib to'laysiz bo'lmasa deyishdi. Yo'q, shunday. Bizani kreditni bo'lib ishlatsangiz ham bo'ladi. Lekin davronni mahalladan berdi degan imtiyozni kiritdi. U 12% da bu jamg'arma. Bu lekin haqiqatan ham maqsadli ishlatilishi kerak.